loy matni bo'yicha matn berilgan, shuni turli xil usullarda o'qishda o'tamiz. Deraza yonida mavzumiz berilgan bo'lgan loydan birinchi boshlaydi. Qani o'shani eshitirishi bor, o'shani birinchi qo'yaveraylik. O'qib beramiz. Bugun sizlar bilan loy matnini o'tamiz. Deraza yonida og'ir qopqoqli katta yog'och sandiq turardi. Unda loy saqlanar edi. Quyi qavatning burchagida eski loy bo'lagi bor edi. U oxirgi marta gulga olinib g'ijimlanganligini zo'rg'a esladi. Loylar bo'ladi, ular sandiqchaning ichida turgan bo'ladi. Sandiqchaning ichida har doim loy bo'laklaridan turli xil narsalar yasagan, lekin bitta loy bo'lak har doim qolib ketar ekan. O'sha sandiqchaning ichida. O'sha loy aytar ekan, qachon men navbatim kelar ekan, qachon men navbatim kelar ekan deb boshqa loyni olar ekan, o'sha loy qolib ketibdi. Bir kun derazani oldida bir bola o'shani ortidagini yasab, oxirgi yetkazmabdi. O'sha loy bo'lagida yasayotgan narsani derazani oldiga qo'yib qo'ygan bo'lsa, derazani oldida u qurshab qotib qoldi o'sha loy bo'lagi. O'sha loy bo'lagidan keyin o'sha yerda muzlar, o'sha loyimiz singan, quruq loyimiz bo'ladi, o'shanda qotib qolgandan keyin o'sha loyni bir kun o'tgandan keyin yana o'quvchilar o'sha xonaga kirib, loy bo'laklaridan yana yasaymiz desa, bir qiz kelibdi-da, o'sha loy bo'lagini ol, o'shandan yasaydi. Juda ham o'zi yoqtirgan narsasini yasagani uchun u qizdan juda mamnun bo'lar ekan. Mana shu loy bo'lagi anaqa matnimizda turli xil usulda o'qish berilgan. O'shani hozir o'quvchilar o'shandan o'tamiz hozir. Biz chiqib mana shu loy bo'lagini matnida har xil parcha berilgan mana shu o'qishdan qilamiz. Demak, bir yarmi ko'ringan, yarmi ko'rinmagan harflar ekan. Biz shuni to'liq qilib o'qishga harakat qilamiz. Bir kuni ustaxonaga bir guruh bolalar jamoasi o'z ustozi bilan kelib qolishdi. Ko'plab qo'llar qutida uzatildi. Kichik loy bo'lagidan eng oxirgi navbat yetdi. Nihoyat u tashqariga chiqdi. Bu menga katta imkoniyat deb o'yladi u. Ko'zlari nurdan qamashib. Keyingimiz chiqib, keyin yana o'sha qolgan joyi boshqa usulda yozilgan o'qiymiz. Bu matnda matn teskari berilgan. Endi diqqatni jamlash, fikrlashni bitta joyga qo'yish usuli ko'proq balada foydalanadi. Bir bolakay loyni kulolchilik g'ildiragiga qo'ydi va uni